Lenovo Lock modeli 15.6 düymdə. Intel Core i7 13700HX prosesor. O'zida operativ xotirasi 16 GB DDR5, 5600 MHz ishlaydigan. 512 GB SSD xotira qo'yilgan bo'ladi, lekin u kamlik qilgani uchun biz yana 1 TB SSD qo'shib upgrade qilib berdik. Bu 512 GB SSD va mana 1 TB SSD qo'shib berdik. Video kartasi RTX 5050 yangi avlod 2025-yil video karta, 8 GB alohida o'rnatilgan video karta bilan. Ekran 1.4 Hz bo'ladi. sRGB korrektirovkasi, ya'ni ranglarni ko'rsatishi 100% to'g'ri bo'ladi. Ranglarni aldamaydi. IPS ekranda yondan ko'ringanda sifatini o'zgartirmagan anti-blikoy matrika bilan qoplangan. Klaviaturasiga o'sha korrektirovkasini qilib berdik. Programmalarni yozib, naslovga qilib berdik. Xorazmdan kelib xarid qilishyapti. Dastlabki qildirmasdan o'zim borib Toshkentga o'zim ko'rib olaman deb klientimiz kelgan ekanlar. Uni tayyorlab beramiz. Birlik holati bilan Lenovo Lock modeli yaxshiligi bo'lsin.